Sure Tur tercümesi 1. ayetten başlap okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Tur tig'i bilen qasamki uch qog'ozga yozilgan kitap, ya'ni Qur'on bilan qasamki, Baytul Ma'mur bilan qasamki, osmon bilan qasamki, qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilan qasamki, Rabbingning azobi cho'qim yuz bergisidir. Onunğa hech odam qarshi tura olmaydi. U kunda osmon qattiq tavraydi. Tog'lar qattiq sayr qiladi. Ya'ni zaminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi. U kunda payg'ambarlarni inkor qilganlarga voy. Ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir. U kunda ular davzaqqa qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan davzaqdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgamsizlar? Davzaq kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, sizlarga baribir o'xshash. Chunki sizlar davzaqda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular Rabbi bergan narsalar bilan huzurlanadi. Rabbi ularni davzaq azobidan saqlaydi. Ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yanglar va ichinglar deyiladi. Ular qator tizilgan taxtlar ustida yulangan holda o'ltirdi. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilib beramiz. O'zlari iymon etgan avlodlarimi agishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir. Ular ko'rayotgan ne'matning ustiga yana ularni ko'ngli tatgan meva va ko'ngli tatgan go'sht bilan ta'minlaymiz. Ular jannatda o'zaro may qachilangan jamlarni tutishidi. May ichish bilan ulardan bu dunyodagidek behuda so'z va gunoh sodir bo'lmaydi. Go'yo sadabning ichidagi go'hardek chiroyli g'ilmonlar ularni aylanib yurib, ularning xizmatini qiladi. Ular, ya'ni ahli jannat bir-biriga qarishib parang silishidi. Ular aytadi: biz haqiqatan dunyodagi chaqda oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. Allah bizga marhamat qildi. Bizni zaharlik azobdan saqladi. Biz haqiqatan ilgari Allohga ibodat qilatdik. Allah haqiqatan ihson qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Qur'on bilan qavminga va'z nasihat qilgin. Sen Rabbingning ne'mati bilan kahinmi emassan va majnunmi emassan. Ular aytadi: u shoirdir. Biz onun zamanning hodisalariga yo'liqishini kutamiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, sizlar kutinglar. Haqiqatan men sizlar bilan birga kutkichilardanman. Ya'ni sizlar mening halok bo'lishimni kutsanglar, men mu sizlarning halok bo'lishinglarni kutaman. Ularning aqli ularni mushundaq so'z qilishga buyurumdi. Hergiz undaq emas. Ular
küfrida haddidan aşkan kavimdir. Yoki ular Muhammed Qur'onni o'zi to'qidi deyishamdi. Undaq emas. Ular Qur'onga ishonmaydi. Agar Muhammed uni to'qidi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, tuzilishda, go'zallikda, bayonda Qur'onga o'xshaydigan bir so'zni keltirib beqinglar. Yoki ular yaratquchisiz yaratilganmi, yoki ular o'zlari yaratquchimi? Yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi? Balki ular Allohning birligiga ishonmaydi. Ularning yanida Rabbining xazinalari bormi? Yoki ular şeylarni xohlagancha tasarruf qiladigan koinotni bo'ysundiruvchimi? Yoki ularning osmonga chiqib söz tingshaydigan sho'tisi bormi? Agar bo'lsa, ularning söz anglag'uchisi ochiq bir paketni keltirsin. Yoki Allohning qizlari sizlarning o'g'illaringlar bormi? Yoki sen ulardan da'vating uchun haq so'rab, shu ziyondan ularga ig'ir yuk ortilib qilib iymon etmamdi? Yoki ularning yanida ilmi g'ayb bo'lib, uningdan g'ayb narsalarni yezib olamdi? Yoki ular sana hiyla mikr ishlatamdi? Kafirlarning hiyla mikrlari mag'lub bo'ladi. Yoki ularning Allohdan boshqa ma'budi bormi? Ularning shirik keltirgan butlaridan Alloh pokdir. Agar ular osmonning bir parchasi tushib ketganligini ko'rsa, bu to'plashgan bulutdir deydi. Ularni halok qiladigan kungacha tark etgan. U kunda ularning hiyla mikri hech narsaga asqatmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Ular uningdan, ya'ni oxiratdagi azobdan burun dunyodami bir turlik azobga duchor bo'ladi. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Rabbingning ularga bo'ladigan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgan. Sen haqiqatan bizning himoyamizda dursan. Uyqudan turgan vaqtingda Rabbingga tasbih etqin, hamda etqin. Kechidimi yulduzlar patqandan keyinmi uningga tasbih etqin.